Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, ustozlar. Mana bugun ko'rsatadigan cholg'ularimiz qashqaruboq va torlar ko'rsatamiz. Bugun sizlarga xudo xolasa bitta qashqarubobni bir chiroyli narxda qilib, kelishtirilgan narxda qo'yamiz bugun qashqarubobni. Shuncha obunachi qashqarubob so'radi. Mana bugun xudo xolasa shu qo'limdagi qashqarubobni o'zi oldingi narxi 5 million edi. Bunaqa qashqaruboblar 5 milliondan bo'ladi. Buni xudo xolasa kelishtirib $300 ga qo'yamiz. Kimga nasib qilsa shu akamiz xudo xolasa olib qoladi. Mana endi ovozlarni chalib ko'rsatamiz. Ovozlariga o'zlaringiz baho berasizlar. Mana ovozlarni eshitib o'zlaringiz baho berasizlar. Kosalari ham sof, ovozlari ochilgan eski yaxshi qashqarubob. Mana 100% ta'mirdan chiqqan. Xudo xolasa narxi $300. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, dastlabki hamma xizmatlarni o'zlarimiz ichida chiroyli qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.